ba'zida jamoaning omadsizligi masalan ochkolar yo'qotganligini ham kuzatdik mana shunday davomida. O'yinga start berildi. Berdiyev o'tgan uchrashuvda tribunada qolganligi uchun yordamchi Bunobit Toshpo'latov jamoa maydonga boshlab tushgan edi. Baribir yakunda 5 baho deb aytish qiyinroq agar baho qo'yilsa o'sha o'yinga, lekin har jihatdan Nasaf ana shu uchrashuvda yaxshi taassurot qoldirdi. Hozir esa Nasafning jiddiy yurishini ko'ramiz. Qanotdan jarima maydonchasiga kirib kelindi. Yaxshi pas, zarba yo'llandi. Golmi? Darvoza so'nggi to'pga kelib qaytyapti. Hujum davom etadi. Hujumni ko'ramiz. E'tibor bering. Zafarmurod Abdurahmatov qanday tezlik namoyish etdi va jarima maydonchasidan o'tib bordi. O'zi pas zo'r edi. Zarba ham yomon bo'lmadi. Darvoza ustuni qutqardi. Bu yerda raqib o'yinchilari to'pni egallab oldi. Rahmatov to'pni o'zida uzoq ushlab qolishi natijasida bir necha soniya to'p boy berildi. Temurxo'jadan zarba aniq bordi. Darvozabon o'z o'rnida. Yo'llar yopib edi. Demak, Abduvohidga to'p qaytarildi. Ne'matov oldinga to'pni yetkazib berdi. Hozir esa Zafarmurod yaxshi uzatmani amalga oshirdi. O'zi kirib bordi jarima maydonchasida. Zafarmurod xavfli vaziyat davom etadi. Olisdan zarba, gol! Hisob ochildi. Nasaf 23-daqiqada raqib darvozasini ishg'ol etdi. Sharof Muhiddinov chiroyli ijroni amalga oshirmoqda do'stlar. Mana do'stlar, aynan Zafarmurodni o'zi boshladi. Shala unga to'pni qaytardi. Keyin himoyachi uzoqlashtirgan paytida Shushnyar to'pni Sharof Muhiddinovga tashlab qo'ydi. Sharof chapaqay, lekin o'ng oyog'ida tepdi. O'ng oyog'ida urdi. Chempion sifatida yakunlagandi. To'pliq Bilol aldamchi harakatlar, zo'r aldadi, pas berdi. Barubar! Hisob tenglashdi. To'pliyev aynan uning sa'y harakatlari natijasida hozir Lokomotiv jamoasi muvozanatni tiklamoqda do'stlar. Harakat qildi. Egallab olgandan keyin oldinga boraverdi. Bu yerda aldamchi harakatlarni amalga oshirib, biroz oldinroqqa yurmoqchi bo'ldi. Keyin chalg'itib Zafarmurod Abdurahmatovni aldab mana shu joyda sirpanib ham ketdi. Abdurahmatov keyin pas berdi. Mirzayev esa yaqin masofadan turib boshi bilan to'pni darvozaga to'g'ri. Yuqoridan to'p boshirildi. Zarba! Abduvohid Ne'matov qanday tarzda to'pni qaytarib yuboradi? E'tibor bering. Qoyil lekin ozgina qoldi. Abduvohid Ne'matov azdarlarni muqarrar goldan qutqarib qoldi. Muqarrar goldan. Shodiyor Shodiboyev zaxirada maydonga tushgan futbolchi hozir egilib yakun o'ynaydi. Safda ustunlik ko'rdik endi. Lokomotiv ko'proq hujumlar tashkil etyapti. Temir yo'lchilarning keyingi yurishi, Kurchulikov paydo bo'ldi. Zarba yo'llandi. Himoyachi to'pni postiga zarba gol! Hisobda oltinga chiqib oldi. Hujumlar samarali. Jamoa ustidan comeback amalga oshiryapti. Zo'r sharoitga turgan Lokomotiv futbolchisiga to'p kelib tushdi. Mana Ivanov yuqoridan ko'tardi. Kucherinko to'pni qaytardi. Mana shu joyda zarbadan keyin to'p qaytdi boshga tegib. Xushvaqtdan to'p qaytdi. Temurxo'ja juda chiroyli gol urdi. Temurxo'ja Abduxoliqov tajriba oshib boraveradi. Hech qachon yo'qolib ketmaydi. Tajriba sayqallanib boradigan, tajriba futbolchida qoladigan, ikkinchi yoshligini o'tkazayotgan Temurxo'ja Abduxoliqov bizning futbol ko'rsatuvini taklif etganlarida faoliyatini bo'lib boshlaganman. Qatarda turnir bo'lganda Nasaf tarkibida borganman deb aytib o'tganda, hozir Nasafda ajoyib hujum uchun imkoniyat bor. Sharof Muhiddinov zarba yo'lladi. Faqat himoyachi betiga to'pdan tashqariga chiqdi. Shodiyor Shodiboyev, Temurxo'ja Abduxoliqov pas berdi, hujum davom etdi.
ichiga past masaf hafta gol urib qo'ydi. Lokomotiv 3-0 hisobida oldinga chiqdi. Oybek Rustam deganda o'zlariga chiqdi. Tarbiy borish, uzoqlashtirish niyatida Temurxo'ja mana bunday pasni amalga oshirib berdi. Mana Oybek Rustamov to'pni qaytarish paytida bu yerda xatoga yo'q. Nishich zo'r kirib bordi. Do'stlar, Selbetchi shu tarzda Yovan Nishich jarima do'pchasi markaziga to'pni qaytardi. Oybek Masafdan yaxshi hujum. Bahromov, Sardor metrcha yugurdi. Shala bilan to'p almashdi. Sardor gol urganda bormidi? O'yinni qolgan qismi o'ynadi. Shala Bahromovga darvozaga zarba berdi. Aniq borsa darvozabon urmas ekan. Adashmasam. Kechroq darvozabon kech tashlangan. Berdir Rahmonov qanotga. Usmonov yuqoridan va imkoniyat bor, zarba yo'llandi, darvozabon qaytardi. Davronga Usmonov ko'rsatilyapti. Juda kuchli bor. Burchak zarbasi 88-daqiqa. Havoda kurash, gol! Hisobda qisqarib Nasaf. Qo'qonda so'nggi daqiqalar yaxshi o'tishi uchun qisqartirdi. Burchakdan jarima o'tkazdi va Yusuf Otobanjo boshi bilan to'pni darvozaga to'g'ri. Otobanjo o'z hisobiga gol yozib, qiyin vaziyatda birga chiqarib bordi-yu. Ana endi ortga to'p qaytdi, Lokomotiv himoyaga chuqur joylashib oldi. Nasafning faol hujumlari bu safar zarba uchidan Baybullayev Chorga qarab qo'ydi. Shunday to'plar tugadi. O'yinni yakunlab berdi. Do'stlar, Qo'qon shahrida o'tgan Nasaf hamda Lokomotiv Lokomotivning